aynan hozir sovuqqa kelgan mahalda ko'pchilikning muammosi mashinam qattiq bo'lib qoldi, taraqlayapti. Buna videoda sizlarga ancha-muncha inson qilib bermaydi. Shuning uchun like, komment aktiv bo'lib turasiz. Ushbu avtomobilga necha pul ketgani haqida ham ma'lumot beramiz. Bitta qo'yilgan Mercedes blok Cobaltga qaraganda yumshoqlik uchun 2 dona orqasiga qo'yiladi. Unda hozir eng arzoni bo'ldimi, eng qimmati bo'ldimi? Bu mashinamiz 85 ming kilometr yo'l bosib o'tgan ekan. Bitta sovuq, bitta issiq ko'rgandan keyin rezinkalar xususiyatini yo'qotadi. Assalomu alaykum, podpischilar, omonmisizlar, tanajoninglar, sog'mi? Bilamiz, ushbu YouTube sahifada anchadan beri video qo'yilgan yo'q edi. Endi inshaalloh Bahodir akam bilan birgalikda sizlarga hadovoy, motor, hamma ma'lumotlarni necha pulga bitadi. Aynan shu videoda sizlar uchun Gentra'ni nimasi, hadovoyi, navorochenniy qanchaga bitadi и standart qanchaga bitadi, Bahodir aka? Mana shu haqida ma'lumot beramiz. Videoni ko'ringlar, o'ylaymanki, foydali bo'ladi. Xo'p, Bahodir aka, endi bir boshdan boshlasak aka. Bu o'zi qanaqa holatda hadovoy qilindi, hozir eng arzoni bo'ldimi, eng qimmati bo'ldimi? Assalomu alaykum. Avvalambor, bu mashinamiz 85 ming kilometr yo'l bosib o'tgan ekan. Urintirmasdan chiroyli haydagan ekan shopiri. Bunda asosiy qilinayotgan ishlari rezinkalari va to'rtta amortizator alishyapti. Asosan rezinkalar, to'rtta amortizator almashyapti. Orqasi shtangi bloklari hammasini 12 ta bo'ladi, hammasini alishtirdik. Zo'r yumshashligi effekt beradi bu. Ha, mana shu ham mashinaning yumshoqligiga bitta rezinkalar katta rezultat beradi, bu. Bitta qish, bitta sovuq, bitta issiq ko'rgandan keyin rezinkalar xususiyatini yo'qotadi. Shuning uchun alishtirib yuborgan ma'qul. Bitta sezonni ko'rgandan keyin endi u unaqa qimmat narsa turmaydimi, siz bu? Unaqa qimmat turmaydi bu. Lekin mashinada effekti katta. Effekti zo'r bo'ladi. Asosiy qismi shtangi bloklardan iborat. Bu Gentra'miz o'zi. Juda ham zo'r bo'ladi bularni alishtirib qo'yilsa. Endi yana biz amortizator qanaqa qo'ydik? Xo'p, 85 ming kilometrda o'zini amortizatori qattiq bo'ladi Gentra'ni zavodskiy. Yurgan sari borib qattiq boraveradi. Mana aynan hozir sovuqqa kelgan mahalda ko'pchilikning muammosi mashinam qattiq bo'lib qoldi, taraqlayapti. Chidab bo'lmay ketadi, biz Bosko's amortizatoridan foydalanamiz ko'proq. Xizmati ham zo'r. Keyin brak chiqmaydi bundan. Brak chiqmaydi. Juda ham kam holatda chiqmasa, effekti zo'r amortizator mashina. Effekti ham zo'r, umri ham yaxshi. Ham umri ham, xizmat kilometri ham zo'r chiqadi buni. Xudo xolasa, yaxshi holatda bo'lgan. Bundan tashqari buni ham rezinkalari yangilangan, ancha. Buni ochdik. Kerakli narsalar mana stabilizator stoykalari turibdi, o'ziniki mana tozalangan yo'q, ko'rinib turibdi. Hadovoyning kerakli qismini, ketmagan joylarini qo'ygizdik o'zida. Rezinkalari, amortizatorlari urinib qolgan ekan, ularni alishtirdik. Almashtiriladigan joylarini almashtirdik. Yaqinlar videoda oxirigacha ko'ringlar. Ushbu avtomobilga necha pul ketgani haqida ham ma'lumot beramiz. O'sha siz Mercedes hadovoy qilasiz asosan. Uni ham narxini bir boshdan sizlarga aytib o'tamiz. Xo'p, bu mashinamizni old tomonida ham qilingan ishlarni oldin ko'rsatdik. Endi hali klient har xil bo'ladi. Menga o'zgartirmay, o'zinikini qo'ygizib bering deydi. Standart bo'laversin. Standart holatida o'zini sani bloklarini, richak sani blok hamma yo'g'ini o'zinikini boshqatdan yangilab alishtirib qo'ydik buni. Hech qanaqa kerakli joylarini tozalab, yog'lanadigan joyini yog'lab, tozalab, g'irchiladigan joylarni, o'sha rezinkalarni hammasini alishtirib qo'ydik. Chiroyligini qilib berildi. Xo'p, endi aka, bunga necha pullik narsa ketdi? Iloji bo'lsa, endi hali podpischilarimizga tushunarliroq bo'lsin. Sanab aytib o'tsak, bunaqa rezinka muncha so'm, bunaqa rezinka muncha so'm. Bu mashinamizda Sharovoy Naganeshning asosiy tiyagalari o'zini zavodskiy zo'r ekan qoldi. O'rta me'yorda hadovoy qilindi desa bo'laveradi. Bo'laveradi. Hali nimagaki, men Sharovoy Naganeshning bitta ikkita 8-10 ta tiyaga alishgan yo'q. O'ziniki holati zo'r ekan. Agar shular ham almasa qimmat bo'lib ketadi unda. Bularni ham hisob-kitob qilib narxini aytamiz, xudo xolasa. Hozir biz o'zimizda qilingan narsani sizlarga narx-navosini aytib o'tamiz. Xo'p. Xo'p, oldi amortizator. Bosko's firmasinikini qo'ydik. 1 million 200 ming so'm to'rttasi bo'ldi. To'rtta amortizator 1 million 200 ming so'm bo'ldi. Yaqinlar buni videoda sizlarga ancha-muncha inson qilib bermaydi. Shuning uchun like, komment aktiv bo'lib turasizlar. Oldi amortizator chashkasi 60 ming so'mdan 120 ming so'mga koreyskiysini qo'ydik. Xo'p, stabilizator rezinkalar orqa oldisi 25 mingdan 50 ming so'm bo'ladi. Xo'p, orqa shtangi tiyagalar sani blogi 145 ming so'm turar ekan, uni ham alishtirib qo'ydik. Almashtiriladi.
Hozir endi qilinayotgan asosiy ishlarim buniki shu. Mana shular bo'ldi. Shular bo'ldi. Umumiy hozir qanchaga aylanyapti endi aka? Usti haqqi bilan aytsangiz ham bo'laveradi. To'g'risini rosa tushunarli video bo'ladi. Hali usta haqini hisoblaganimiz yo'q. Zapchasimiz 1.670.000 so'mlik zapchas qo'ydik mana shu. Hozirgi mana shu holatiga 1.670.000 so'mlik bo'ldi. Zapchas Endi Nodirxon aka magazinga kirsa edi, Aha. hatta biz qilishimiz mumkin bo'lgan o'sha Navorochinni hadavoydi necha pullik narsa ketishini aytib o'tsangiz, menimcha подписчиlar juda ham qiziq bo'lardi. Mersani blog, Kobalsani blogda tayyorlangan Mashina, zapchaslarimiz bor. Ularni ham hisob kitobini qilib ko'rsatamiz. video qilib beraman. Ketdik magazinga. Yaqinda mana magazinga kirib oldik. Avvalo magazinda JM avtomobillari uchun, inomarkalar uchun ham zapchaslar bor. Shuhrat bizga narx-navo bilan tanishtiradi. Bahodir akam buni chidamliligi haqida gapirib berasiz. Gapirib beraman. To'g'risi, men videoni boshidan sizlardan so'rayman, shaffoflik bo'lsa, ya'ni borini aytib o'taylik. Narx-navolarni ham o'sha eng taqalgani biz podpischilarimiz yaxshilar. Xo'p, bo'lmasa avvalo buni chidamliligi haqida Bahodir akam gapirsalar. Bahodir aka, misol uchun mana shu ko'rib turganimiz hammasi Gentra uchun ketadigan hadvo zapchasini boriki, hammasini yig'ib qo'ydik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana Mercedes Sani blok bilan bu tomonda Cobalt Sani blok peredelka qilib yumshatgan, tayyor qilib qo'yilgan zapchaslarni ham qo'ydik. qo'yilgan. Bularning afzallik tomoni ham diametridan katta bu, ham xizmat qilish darajasi 2 barobarga yetib boradi. O'zinikiga qaraganda 2 barobar xizmat beradi bular. Qilib beradi. Yumshoqligiga ham juda katta effekt beradi. Effekt beradi. Endi undan tashqari qo'yayotgan narsalarimiz bular o'sha Apollo chashkasi ekan. Gentra Lacetti uchun mana hammasi terilgan. Amortizator 2 dona qo'ydik-ku, 4 ta amortizator, mana Tiaga, Sani blok hammasini terib qo'yganmiz. Hamma narsasi. Mana shu bir komplekt hadavoy zapchas bo'ladi. Bo'ladi. O'sha 100% alishdi degani bo'ladi shunda. Biz hozir ichkarida hisoblaganmiz 1.670.000, u U yarim endi yilda ko'rdingiz, pastishdi. bunaqa sharoit Tiaga narsalari o'ziniki zo'r ekan qoldi. Kelgan mashinani ham biz doimiy tekshiramiz. O'zini yarab xizmat qiladigan zapchasi bo'lsa qoladi. Qoladi. Lekin almashadigan. Alishadigan bo'lsa hammasini alishtiriladi. Almashtirib beriladi. Xo'p. Endi Bahodir akamdan menimcha ma'lumotlar yetarli oldi. Endi Shuhrat siz bularni narx-navosini aytib o'tsangiz. Mana bu narsa muncha, mana bu narsa muncha, umumiy muncha degan nimani aytsangiz. Misol uchun mana Mers bilan Cobalt narx-navosi ko'pchilik uchun qiziq. Xizmat qilishini akam aytdilar. Deyarli katta tafovut qilmaydi xizmat qilishida Cobalt bilan. Cobalt bilan mana bunga ikkita qo'yilgan, ko'rib turibsiz, bunga bitta qo'yilgan. Mersani blok Cobaltga qaraganda yumshoqlik uchun 2 dona orqasiga qo'yiladi, bittadan eko tomoniga. 4 ta qo'ysangiz, mashina tashab qolishi mumkin. Ehtimoli bor. Ehtimoli bor. O'shaning uchun 2 dona qo'yiladi Mersani blok. Cobalt mahkamligi uchun bundan 4 ta qo'yilaveradi. Qo'ysa bo'laveradi. Bo'ldi. Endi narx-navoga to'xtaymiz. Endi hozirgi kunda Cobalt bilan Mersni narxi unaqa katta razza qilmayapti. Sababi Mers hadavoyga hozir skidka berib qo'yganimiz hisobiga o'zini asl narxi 1.200.000 chiqadi. Oldi ikkita richagi, orqa uchta ikkita Tiagasi. Biz endi hozir buni skidkada 800.000 so'm qilib qo'ydik. Cobaltniki bo'lsa, o'zi eskidan o'sha 700.000 so'm qilinyapti. Zaminga bo'ladi bu ikkala narxi ham. Eskisi olib qo'yiladi. Bunda ham, Bunda ham, xuddi shunaqa. Bir xil. Endi undan tashqari biz qo'ygan zapchaslarimizni sifat haqida ham, narx-navosi haqida aytasiz. Undan tashqari, xudo xolasa bag'i polniy o'sha hadavoyga ketadigan zapchaslari asosiy hammasi koreyskiy hisoblanadi. Xudo xolasa o'sha original Ester firmaniki, nakonechniy sharovoy old orqa tiyagalari, undan tashqari chashkalari ham hammasi polniy deyarli koreyskiy narsa bo'ladi. Xudo xolasa original. Narxlari endi xudo xolasa misol sharovoyimiz 85.000 so'mdan bir donasi, komplektda 170.000 chiqadi. Nakonechniy ham narxi bir xil deyarli. Hop, orqa stabilizatorimiz 75.000 dan, oldisi 60.000 dan beramiz. Chashkalari o'sha koreyskisi bir donasi 60.000 dan chiqadi uni chashkani. Endi общий hisoblaganimizda 4 ta amortizatorlari bilan birga 3.100.000 ga to'xtayapti hozir Mers holatida. Mers holatida 3.100.000 ga to'xtaydi. Agar xuddi shu narsa Cobaltga aylanadigan bo'lsa, hozir shu skidkaligini hisobiga 100.000 so'm razza beradi, 100.000 so'm arzonroq chiqadi, 3.000.000 chiqadi tekis. Atak xudo xolasa qolgan zapchaslar bir xil qo'yiladi. Endi hozir ko'rayotganlar ichida misol uchun vodiydan tashqaridagilar ko'rayotgan bo'lsa, hozir mana shu narsalarni dastavka qilib berish imkoniyati ham bor bizda. Imkoniyati bor. Xolasalang pochtadan, xolasalang o'sha через Toshkentga qatnaydigan shopirlarimiz ham bor, tanishlar bor. Xolasa chiqarib berib, yetkazib berishda muammo yo'q hozir. Inshaalloh pastda raqamlar qoldiramiz. Mabodo endi ustaxonamizda qildirgan imkoniyat bo'lsa, Bahodir akam o'zlari bu sohani ochig'ini aytsam mutaxassisi. Kesalang chiroyli qilib beramiz yoki-da yo'q, biz borishga imkoniyatimiz yo'q deydiganlar bo'lsa,
aloqaga chiqaverasizlar, dastavkalarni qilib berasiz. Undan tashqari ham zapchastlar bor, hozirlar buni manzil haqida aytamiz Bahodir aka. Sizga kattakon rahmat aka. Yaxshi kunlar. Xudo xolasa ko'rishaylik, salomat aloqaga chiqaverasizlar va albatta kommentariyada qo'llab-quvvatlab turinglar. Ustalarimizni, magazincha yaqinlarimizni like bilan qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlar uchun foydali videolarni qilishda davom etamiz. Yaqinlar videoni ko'rdilar. O'ylaymanki, sizlar uchun foydali bo'ldi. Bundan keyingi videolar undan-da foydali bo'ladi inshaalloh. Chunki biz bu narsaga kirishganmiz jamoamiz bilan sizlar uchun foydali, ya'ni avtomobil sohasi bo'yicha hamma ma'lumotlarni, elektrika haqida ma'lumot beriladi, kuzovnoy videolar bo'ladi. Misol uchun razval haqida, xullas avtomobil sohasi borki, inshaalloh sizlar uchun foydali video berishga bel bo'ylaganmiz. Sizlardan kutiladigan narsa videoda boshida aytganimdek, like, komment albatta. Podpiska bo'lib qo'ysangiz, o'tkazib yubormaysizlar bu videolarni. Endi asosiysi manzilda aytadigan bo'lsam, manzilimiz Farg'ona shahar, bu tomon aeroportdan kelish. Aeroportdan kelib Voy chorrahasiga yetmasdan 10 tomonda Rizvanga kelaverasizlar yaqinlar. Xudo xolasa bu joyda avtoservisimiz bor. Zapchas magazinni ko'rdilar, deyarli hamma zapchas bor. Pastda raqamlar qoldiraman. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.